Sahrni Bansani yonidan 7 etajli g'ishtlik domning 7-etajdan kvartiramiz sotuvga chiqdi. 2 xonali 75 kvadratdan iborat. Polni tayyor holatda, remonti, dokument hujjatlari ham tayyor. Qani kvartiramiz obzorini ko'ramiz. Hozir biz mehmonxona qismida turibmiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli dizaynlari, qandillari ilingan. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Eshiklari ham chiroyli dizaynda taxlab qo'yganlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bizda bu yoq prixoshka qismi bo'lyapti, kattagina. Bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mo'ysha bo'ylari, qandillari ilingan, natijali patologlari qilingan. Pardalari ham chiroyli qilib dizayn qilingan. Xo'p, keyingi xonamizni ko'radigan bo'lsak, bu yoq bizda umumiy sanuzor qismi bo'lyapti. Aristonlar ham o'rnatilgan, issiq suvdan ham bo'lmaydi. Bu tomon esa ayollarimiz sevimli xonasi, kuxnya bo'lyapti. Kuxnya naborlarini ham zakazno qilib, 3 etajli qilib taxlab qo'yibdilar. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qandillarda. Xo'p, hozir yoqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Kvartiramizga so'raladigan narx 44500 deyaptilar. Yana kelishiladigan joyi bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib bog'lanib baraka qilishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.